inson dunyoga kelishligida ixtiyori yo'q edi. Inson dunyoga keldi, undan hech kim so'rab o'tirmadi. Lekin dunyoda qanday yashashlikda ixtiyori bor. Astagfirullah. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid. Kim deydi Alloh taolo, naq dunyoni ko'zlovchi bo'lsa, shu dunyodiylar desa, biz shu dunyoda ulardan o'zimiz istagan kimsalar uchun o'zimiz xohlagan narsani naqd qilib beramiz. Bir odam faqat dunyo deyapti. Alloh taolo unga beraman, o'zim xohlaganimcha deyapti. Albatta bunda katta hikmat bor, rahmat, ilm bor. Qarang oyatda. Kim faqat shu dunyoni ko'zlaydigan bo'lsa, ularga bu dunyodan o'zimiz xohlaganchani beramiz deydi. Agar insonga mana shu dunyoni matohida Alloh taolo bergan bo'lsa, tezda bitta hikmat bor. Bu hikmat nima? Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Bir odam faqat dunyoni ber dedi. Faqat dunyoni ber dedi. Alloh aytibdi, tezda berib qo'yamiz. Nima uchun? So'ngra uning uchun o'zi mazammat va quvg'inga duchor bo'lgan holda kiradigan jahannamni joy qilib beramiz. Robbana atina fid dunya hasana deganlar bor. Oyat bor Qur'onda. Parvardigor shu dunyoda yaxshilik bersang bo'ldi dishgan. Yana bir toifa bo'lgan, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana deganlar bor. Parvardigor bizga dunyoda ham yaxshilik bergan, oxiratda ham yaxshilik ber degan. Biz o'sha mu'minlarmiz. Ammo shunday toifalar bor, faqat dunyoni beradi deydi. Bu yog'ini qarang. Oyatning davomini qarang. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Kim oxiratni istasa va mo'min bo'lgan holida oxiratga loyiq sa'y harakat qilsa, va huwa mu'minun, mo'min bo'lgan holida, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mo'min bo'lgan holida sa'y harakat qilsa, bas unday zotlarning sa'ylari Allohning nazdida maqbul bo'lur. Bitta odam faqat dunyoda ber dedi. Dunyoda bersang bo'ldi dedi. Alloh taolo tezda berib qo'ydi. Oxiratga borganda jahannamga kiradi. Ikkinchi odam oxiratda bo'lishini umid qildi. Dunyoda berdi, bermadi muhim emas, oxiratda bersin dedi. Alloh taolo ularning amallarini qabul qildi. Endi qarab turing. Ikkalasi haqida Alloh aytayapti. Kullan numiddu haula'i va haula min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom, bu dunyoda odamlarning barchalariga, mana bu mu'minlarga ham, mana bu kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato qilaveramiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmaydi. Dunyoda. Bir toifa dunyoda bersang bo'ldi dedi. Alloh berdi, oxiratda jahannam bor. Ikkinchi toifa dunyoda ham, oxiratda ham dedi. Shunga harakat qildi. Alloh taolo mukofotini ulug' qildi. Endi aytayapti, ikkala toifaga ham beraveramiz. Dunyoda beraveramiz. Lekin inson qaysi toifadan bo'lishligini tanlashning ixtiyori bor. Ma'qulmi? Yana qancha yashaymiz deb o'ylaysizlar? Mana bu yerda o'tirgan eng kichkinamiz nechaga kirgan? Aytinglarchi. 5 yashar olsin. 100 yildan keyin bo'ladimi o'sha odam? Yo'q a? 100 yil burun shu qishloqda yashagan odamlardan birontasi qoldimi? 100 yildan keyin mana shu qishloqda yashayotganlardan birontasi qoladimi? Dunyo desa ham o'ldi, oxirat desa ham o'ldi. Kim yutdi? Kim yutdi? Banda senda ixtiyor bor. Qaysi narsani talabada sodiq bo'lsang, unga erishasan. Sodiq bo'lding, senga ato qilinadi. Oxirat diyori deyapsanmi? Oxirat uchun harakat qilgan, dunyoda ham beradi Alloh taolo. Agar ana shu talabingni qo'lga kiritishlik yo'lida sodiq bo'lmaydigan bo'lsang, faqat orzu qiladigan bo'lsang, mehnat harakat qilmaydigan bo'lsang, u narsa senga berilmaydi, chunki Alloh taolo u xom xayollar bilan muomala qilmaydi. Demak, dunyo matohi birodarlar sinov uchun berilgan ekan. Bersa ham sinov ekan, bermasa ham sinov ekan. Ularning birovlaridan birovlarini qanday ustun qilganimizni ko'ring.
Nozik oyat. Alloh taolo aytadi: "Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd." Bu dunyoda deydi Alloh taolo Isro surasida, bu dunyoda ularning birovlaridan birovlarini rizq martabada qanday ustun qilib qo'yganimizni ko'ring. Inson dunyoga keldi, rizqi taqdiriga yozilgan. Bir odamda boy bo'lishini Alloh yozdi, birini kambag'al bo'lishini yozdi. Bu Allohning xohishi edi. Birini ikkinchisini rizq ro'zada nima qilyapti? Tafovutli qilib qo'yapti. Katta bir kompaniyani, korporatsiyani yuzayotgan odam bilan ko'chada o'sha aravasini itarib, pomidorni sotib yurgan odam barobar bo'ladimi? Yo'q. O'rtada tafovut bor. O'sha neyroxirurg bilan yonida xizmat qilayotgan hamshirasi barobar bo'ladimi? Yo'q. Qishloqdagi maktabning muallimi bilan universitetdagi professor teng bo'ladimi? Yo'q. Birini ikkinchisini rizq ro'zdan maqildik deyapti Alloh taolo. Tafovutli qilib qo'ydik. Lekin valal axiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Shak shubha yo'qki, oxirat darajalari necha barobar ulug' va afzalroqdir. Inson ana shu oldiga qo'ygan maqsadga yetishlik uchun, doktor degan unvonni olishlik uchun yoki faloncha puli bor boy degan nomni olishlik uchun mehnat mashaqqatlarga kirishadi. Ana shuni mehnat mashaqqatlar evaziga topgan narsasini olim bo'ludi, boy bo'ludi, akademik bo'ludi. Odamlar bu narsani ko'rib turib katta narsa deydi. Bu narsalar hammaga berilib olmaydi, to'g'ri. Lekin ana shu narsani odamlar katta yutuq, muvaffaqiyat deb o'ylaydi. Qaytarib aytaman, falonchi milliarder, falonchi professor, falonchi manaqa chempion, falonchi manaqa. Dunyo matohi unga berildi. Va mana shu narsani odamlarni ko'plari katta yutuq deb o'ylaydi. Bu yutuqmi bu? Haqiqiy yutuqmi bu? Keyin nima bo'ladi? Keyin aniq keladigan narsa nima? O'lim. O'lim kelgandan keyin puli ham tevada qoladi, unvoni ham tevada qoladi. Endi ulug'lik nima bu yerda desa, haqiqiy ulug'lik, g'alaba, yutuq bu qiyomat kunida yutuq erishishlik. Bizi ko'zimizda doimiy suratda shu bir dunyo matohida muvaffaqiyatga erishgan odamlarla ko'z-ko'z qilinaveradi. Va mana shularni Alloh yorlaqagan baxtli odamlar deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin haqiqiy baxtmi bu? Haqiqiy baxt nima? Qiyomat kungi, oxirat kungi baxtga ega bo'lishlik. Chunki hozir aytib o'tdik, o'lim hamma narsani ketkazadi. Boyni boyligini ketkazadi, kambag'alni kambag'alligini, podshohni podshohligini, qulni qulchiligini ketkazadi. O'lim hamma narsani yo'q qiladi. Ana shu o'lim kelgandan keyin yutuqqa erishgan odam haqiqiy g'olib odam hisoblanadi. Chunki bu dunyoning nasibasi vaqtinchalik. Sinov o'lim bilan hammasi tamom bo'ladi. Dunyo matohi. Alloh taolo eng yomon ko'rgan podshoh bu Firavn. Ana robbukumul a'la degan. Alloh podshohlikni unga ham beraverdi. O'zi yaxshi ko'rgan payg'ambar Sulaymon alayhisolamga ham o'sha podshohlikni beraverdi. Demak, dunyodagi podshohlik Alloh yaxshi ko'rgan, yomon ko'rgan bandasiga ham beraverar ekan. Boylik Qorunga ham berildi. Qorunga ham berildi, kofirga. Abdurahmon ibn Avfga ham berildi. Xulosa, dunyo matohi bir odamning qo'lida bo'lishligi Alloh uni aziz qilgani belgisi emas ekan. Chunki yaxshi ko'rganga ham yomon ko'rganga ham beraveribdi. Dunyo matohini bermaganligi Alloh xor qilganligini belgisi emas ekan. Ma'qulmi? Endi qarangki, Alloh taolo avval yashab o'tgan ummatlarda aytayapti. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay. Mana g'arbda hozirgi kundagi zo'r moddiy hayotini ko'rib turib, moddiy hayotini zo'rligini ko'rib turib, Alloh bularga berganda degan xayol kelsa, eshitaylik oyatga. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Allohni umuman unutib yuborishuvdi. Alloh dunyoning hamma eshigini ochib qo'ydi. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod, xurram turganlarida ularni to'satdan ushladik, bas butunlay nomurod bo'ldilar.
haqiqiy g'alaba, haqiqiy yutuq o'limdan keyingi yutuq. Ali ibn Abi Tolib aytadi, haqiqiy boylik va haqiqiy kambag'allik Allohga ro'baro bo'lingandan keyin ma'lum bo'ladi. Qiyomatga borganda ko'ramiz, kim boy, kim kambag'al. Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ko'ramiz, kim baxtli, kim baxtsiz. Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ko'ramiz, kim aziz, kim xor. Qul innal khosirina allazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah. Eng katta ziyonni Alloh taolo nima deyapti? Ayting. Eng katta ziyon ko'rganlar kim? Qiyomat kunida o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilgan kimsalardir. Ya'ni kofirlar. O'zi kofir bo'lib o'ziga ham ziyon qildi, kofir bo'lib bola chaqasiga ham ziyon qildi. Zumar surasi. Boy inson boylik degan imtihonga, sinovga dunyoda uchradi. Boyligini faqat o'zini kayf safosiga, huzur halovatiga sarfladi. Faqir miskinlarga bermadi. Alloh rozi bo'ladigan joyga sadaqa qilmadi. 70 yil yashadi. Zo'r yashadi. Lekin baribir nima bo'ladi oxirida? Baribir o'ladi. Deb sinovdan o'ta olmadi. Yana bitta odam 70 yil yashadi, u faqir yashadi. Kuniga rozi bo'ldi, ibodatini qildi. U ham bir kun kelib nima bo'ldi? O'ldi. Ammo u sinovdan o'tdi. Abadiy saodatni qo'lga kiritdi. Birodarlar, dunyoda berilayotgan narsalar hammasi sinov. Kengchilik ham, torchilik ham, borchilik ham, yo'qchilik ham, sog'lik ham, kasallik ham. Endi bularni bari siz bilan bizni oxiratdagi saodatga, yo Alloh saqlasin, shaqovatga borib qo'yadigan amallar bo'ladi. Alloh azza va jalla o'zi mana shu dunyoda shukr keltirib rozi bo'lib, Alloh taoloning ibodatini chiroyli suratda ado qiladigan bandalarda qilishligini so'raymiz.